Hey chiroqchiliklar, Mirgon buvalaring bitta katta restoran ochib qo'ydi. Hey, 7-xona qara odam keldi. Assalomu alaykum Va alaykum. Yaxshimisiz? Bugun biz sizni bilan o'tirishamiz bor. Chiroyli joylarni qilib bering. Qattiq joydan qabrang, erkak. Qanday ekan bolam? Zo'r ekan to'g'ridan. Bu sizlarga yarashadi. Ben sinf magnetik chiroyli joylarga o'tirsa bo'ladi-da bolam. Zo'r ekan, gap yo'q ekan. Zo'rma? Asilib ketdik-ku. O'tib tur qachoncha. Tog'a bu joy bo'lmaydi, kichkina-ku. Qanday kichkina, bu yerda 15 kishida-ku. O'zi sizlar asilib o'zi 2 kishigina yig'ilsalar. Sizlar yig'ilmaysizlar-ku. Zo'r lekin banketni zalni qilib bersangiz zo'r bo'laydi bizlarga. Banketni zalda iloji yo'q, biz seni buni zayn qilib qo'ygan. Men pastdagi nomerlarga telefon qilib, bron qilib qo'ysang bo'lar xonalar. Ha, mas, o'tar. Lekin va sinflar oqibatlarga gap yo'q-da. Bir akkuratliklarda qaradi, yig'ilib olganini qara. Kurslar o'rinlar bo'lmagan. Maktabda ham yo'q edi. Endi bizlar ham ovqat yeyishimiz kerak-ku. Bu o'zingiz qaysi sinfda o'qigansiz? Men to'g'risini aytsam, didimda katta bo'lganman. Men sinfim yo'q. Undan ko'ra keyin mana barakat asarti deymiz. Mana bu qo'la, bu bo'yni, bu qanot, bu shashlik, bu jiz, bu men, va yeyman. Manzilda tushuntirib o'taman. Delfindan o'qulga kirganda 3 ta 7 restorandan o'tgandan keyin Barakat choyxonasi yangi ochilgan. Oilaviy tashrif buyuraverasizlar. A sinf, B sinfga bu videoni yuborib qo'yinglar. Kelinglar.